Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Muhtaram azizlar, sarvari koinot Habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning go'zal qizlari haqidagi suhbatlarimizni davom ettiramiz. O'tgangi suhbatda siz azizlar bilan Ruqayya onamizning hayoti bilan tanishdik. Rasulimiz alayhisolatu vassalam ko'zlariga yosh olib ushbu qizlarini dafn qilganliklari haqida gapirib o'tgan edik. Bugun esa Rasulimiz alayhisolatu vassalamning 3-qizlari Ummu Kulsum onamiz haqida suhbatlashamiz. Rasulimiz alayhisolatu vassalamning 3-qizlari, go'zal qizlari Ummu Kulsum onamizdir. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam Ruqayya onamizni ko'rganlardan keyin bir ozgina vaqt o'tib, mana shu qizlari Ummu Kulsum onamizni ko'rgan edilar. O'sha mahalda johillar o'zi bitta qiz ko'rishligini o'zlari uchun uyat sanardilar. Ikkita qiz ko'rishlik esa musibat edi. 3ta qiz ko'rishlikni tasavvur ham qila olmas edi. Shuning uchun albatta ular Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning kuzatardilar. Lekin Rasulimiz alayhisolatu vassalam 3-qizlarini ko'rganlarida ham xursand bo'ldilar. Allohning ne'mati deb qabul qildilar. Bu qizlariga eng go'zal ismlardan bittasi Ummu Kulsum degan ismni qo'ydilar. Bu qizlari Ruqayya onamiz bilan ketma-ket Hadicha onamizning tarbiyalarida, Rasulimiz alayhisolatu vassalamning e'tiborlarida katta bo'ldilar. Xonadonning baxt va saodati go'zal marvaritlariga aylandilar. Kunlar o'tib borar, Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam qizlari katta bo'lib turmushga chiqadigan yoshga ham yetib keldilar. Avvalgi suhbatimizda aytganimizdek, Ruqayya onamiz bilan Ummu Kulsum onamizni Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam o'zini jiyanlari bo'lgan Utba va Utaybaga katta umidlar bilan qizlarini Abu Lahab amakilarini o'g'illariga turmushga bergan edi. O'sha mahalda Abu Lahab ham nihoyatda xursand bo'lgan va Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning ikkita go'zal qizlarini o'ziga kelin qilganligini sharaf deb bilgan edi. Hamma bunga xursand bo'lgan edi. Lekin oradan hech qancha vaqt o'tmasdan Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam payg'ambarlik vazifasini qabul qilib oldilar. Alloh azza va jalla Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning butun olamlarga rahmat qilib yubordi. Va Rasulimiz alayhisolatu vassalam payg'ambar bo'lganliklarini eng birinchi o'z oilalariga bildirishdan boshladilar. Chunki Alloh Qur'oni Karimda Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga o'z yaqinlarini ogoh qilishlikka buyurdi. Payg'ambarimiz alayhisalom hammani mana shu dinga da'vat qildilar. Tabiiyki, Hadicha onamiz radhiyallohu anha va boshqa qizlari kabi Ummu Kulsum onamiz ham islomda, iymonda qabul qildilar. Va Allohdan boshqa iloh yo'qligiga, Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam Allohning payg'ambari ekanliklariga iymon keltirdilar. Lekin bu Abu Lahab kabi va yoki boshqa mushriklar kabi kishilarga ma'qul kelmaydigan qaror bo'ldi. Ular Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning payg'ambar deb e'lon qilinishlari yo'q, oilalarini birin-ketin musulmon bo'layotgani va musulmon sahoba va sahobiyalarning ko'payayotganidan tashvishga tushdi. Abu Lahab Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga qattiq ozorlar berdi. Ayoli Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning oyoqlari ostiga tikanlar tashladi. Ustilariga tuproqlar sochdilar. Mana shunday zulmlarni qildilar. Lekin shu holatlarda ham Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam din diyonat xizmatida bardavom bo'lib, Allohdan islom dinining yoyilishi va musulmonlarning ko'payishini umid qilib duoda xizmatda turdilar. Ammo Abu Lahabning sha'niga Alloh azza va jalla Qur'oni Karimdagi Tabbat yada surasini nozil qilgandan keyin, hatto bu surada Abu Lahabning xotinini ham zikr qilib o'tganligi bu oila uchun og'ir bo'ldi. Va Ruqayya onamizni hayotini gapirganimizda aytib o'tganimdek, Abu Lahab o'g'illari Utba va Utaybani chaqirib, Ruqayya onamizni ham va bugun siz bilan biz eslayotgan Ummu Kulsum onamizni ham haydab yuborishlikka amr bergan edi. Utba o'zini ayoli Ruqayyani, Utayba esa Ummu Kulsum onamizni haydadi. Utba Ruqayya onamizni haydaganda shunchaki otasining gapiga kirib, uni oddiygina bir taloq qilib haydagan bo'lsa, Utayba esa Ummu Kulsum onamizni shunchaki bir taloq qilib haydamadi, balki tahqirladi, haqorat qildi. Shu darajada haqorat qildiki, Ummu Kulsum onamiz nihoyatda xafa bo'lib ketdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam azizlar, rahmatan lil alamin zotlar, kechiruvchi, nihoyatda rahmdil zotlar. Qizlarini yig'lab kirganlarini ko'rib, ularning haqlariga duo qildilar. qizlarini xafa bo'lmaslikka chaqirdilar. Utbadan ham,
Utaybadan ham ko'ra yaxshiroq turmush o'rtoq ato qilishligini Allohdan so'rashligini bildirib duo qildilar. Lekin Ummu Kulsum onamiz yig'idan to'xtamadilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam nega yig'layapsan deganlarida Ummu Kulsum onamiz nafaqatgina taloq qilib haydalingani, balki qattiq haqorat qilingani, tahqir qilinganini aytgani payg'ambarimiz alayhissalomning qalbiga og'ir botdi azizlar. Allohga duo qildi. Bu Utayba qizlarini faqatgina musulmon bo'lganliklari uchun, faqatgina muslima mu'mina bo'lganligi uchungina qilgan haqoratidan xafa bo'ldilar. Allohim bu Utaybaga itlaringdan bir itni musallat qil dedi. Ya'ni uni jazosini o'zing ber dedilar. Payg'ambarimiz alayhisalom jazo bermaydilar. Allohga qo'ydilar, Allohni o'ziga havola qilib qo'ydilar. Ammo oradan hech qancha vaqt o'tmasdan Utaybani Shom shahriga safarga borganda, Shomning sahrosida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning duolari tufayli mustajab bo'lib, uni sahroda bir sher yeb ketdi. Shuning uchun ham payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oilalarini hech kim haqorat qilmaslik kerak azizlar. Haqorat qilishlikdan, behurmat qilishlikdan nihoyatda ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Alloh bizni tilimizni doimo Rasulimiz alayhisolatu vasallam va u zotning oilalariga faqatgina yaxshi gaplarni gapiradigan, u oilalarni eslaganda beixtiyor ko'zimizga yosh oladigan qizlari haqida gapirganimizda esa oldilariga ona degan so'zni qo'shib gapiradigan tildan qilishligini muvofiq aylasin. Ummu Kulsum onamiz uyiga kelib qoldilar. Azizlar, Ruqayya onamizdan ham ko'ra, Zaynab onamizdan ham ko'ra ko'proq mana shu Ummu Kulsum onamiz payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning ko'p chekkan jafolariga shaxsan o'zlari guvoh bo'lganlar. Hatto bir marta uyiga kirayotganda ustilariga kimdir tuproq sochib yuborganda uni qo'llari bilan tozalab yig'lagan ekanlar. Hatto ko'p qiyinchiliklarda aziyatlarni ko'rganlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga qilgan haqoratlarni ko'rganlar. Ayniqsa payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hamma sahobalari, Bani Hoshim avlodini hammasiga Quraysh kofirlari, mushriklar qamal e'lon qildi. Ularga savdo sotiq qilmaslik, ular bilan quda-andachilik qilmaslik, ularga oziq-ovqat mahsulotlarini sotmaslikka kelishdilar. Uni yozib Ka'baga ilib ham qo'ydilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bunda nihoyatda xafa bo'lib sahobalarni ahvolidan ranjib ular bilan birga turdilar. Xadicha onamiz mana shu joyda birga edilar. Bu qiyinchilikni ham Ummu Kulsum onamiz birga ko'rdilar. Chunki Ruqayya onamiz Hazrat Usmon radhiyallohu anhu bilan Habashistonga ketgan edilar. Zaynab onamiz esa Abul Osning xonadonida edi. Bu xonadonda Xadicha onamiz va Rasulimiz alayhisolatu vasallamning oldilarida mana shu go'zal qizlari Ummu Kulsum onamiz va singillari Fatima onamiz birga edilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam va Xadicha onamizga yordamchi bo'ldilar. Qamal tugagandan keyin Xadicha onamiz betob bo'lib qoldilar, yotib qoldilar. Ummu Kulsum onamiz esa azizlar bu holatda ham eng og'ir musibatni o'z ko'zlari bilan ko'rgan qizlardan biri bo'ldi. Chunki Ruqayya onamiz safarda edilar. Ummu Kulsum onamiz onalarini jon berishlarida ham o'zlari o'sha joyda o'tirdilar. Ayniqsa Xadicha onamiz olamdan o'tganidan keyin Ummu Kulsum onamiz Rasulimiz alayhisolatu vasallam va kichkina jajji singillari Fatima onamiz uchun onadek e'tiborli bo'ldilar.